40 litr suvni bitta barmog'imizda ko'taramiz. Buning uchun bizga Arximed bratan yordam beradi. Marhamat. Har qanday jism suvga botirilgan paytda pastdan yuqoriga qarab yo'nalgan Arximed kuchi ta'sir qiladi. Buni og'irlik kuchi pastga, Arximed kuchi esa yuqoriga, men ko'tarayotgan tarafga, ya'ni menga yordam beryapti. Demak, buni og'irlik kuchi pastga, Arximed kuchi esa yuqoriga, menga yordam beryapti. Aniqrog'i, men unga yordam beryapman, chunki juda ko'p massani u ko'tarib turibdi. Bemalol bitta chinaqayda ko'tarish mumkin.